Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Germaniyaning Myunxen shahrida ta'sis qilingan to'g'ri televiziyasining bugungi maxsus programmasiga xush kelibsizlar. Hurmatli qarindoshlar, tövəndə Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik qo'mitasining Sharq Turkiston Milliy Kengashida muzokara qiladigan temalar haqida maqola taqdim qilish to'g'risida yig'in vakillariga xato e'lon qilgan murojaatnomasining to'liq tekstini diqqatingizga taqdim qilamiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyining sohibxonligida 2018 yil 11 ayning 8 kunidan 10 kunigacha o'tkaziladigan 3 navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi yig'iniga taklif qilingan va qatnashishga hozirlanayotgan hurmatli butun vakillarimizga shuni murojaat qilamizki, vatan ichidagi xalqimiz hayot mamotlik xavfiga duch kelayotgan bugungi intayin halqiliq bir paytda chaqirilayotgan bu navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashining xalqimizning dardiga darmon, orzu istaklariga javob bo'la oladigan, xalqimizni zo'r bir irqiy qirg'inchilikdan saqlab qolishning unumli chora tadbirlarini bekitib chiqa oladigan, shundaqla Sharq Turkiston milliy harakatining bundan keyingi istiqroratini to'g'ri yo'sinda turg'iza oladigan tarixiy ahamiyatga bir milliy munbarga aylantirishga kafolat qilish uchun yig'inda tuvandagi temalarning xohlagan birsida analiz va fikr qilishni xohlagan vakillarning 10 oyning 20 kunidan burun taqdim qilmoqchi bo'lgan maqolasining bir betlik xulos qismini Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlab komitetiga yo'llab berishga chaqiramiz. Hurmatli vakillar, yig'inda tuvandagi temalar haqida maxsus maqola taqdim qilishlarga berilgan muddat 15 minut atrofida bo'ladi. Maqola taqdim qilingandan keyin vakillarning fikr takliflari bilan muzokara ilib berildi. 10 ayning 20 kunidan kech qolganlarning yig'inda maqola taqdim qilish iltimosi qabul qilinmaydi. Ammo umumiy muzokarada takliflarni o'tirib qo'ysa bo'ladi. Muzokara temalari tuvanlikcha milliy da'voning bundan keyingi strategiyasi haqida analiz va konkret taklif, loyiha, planlarni o'tirib qo'yish. Hozirgi jazo lagerlaridagi yo'q qilish girdobidagi qarindoshlarimizni ham ishkirga yo'tkalmoqda bo'lgan vatandoshlarimizni qutuldirish, Xitoy hukumatining bu jinoiy qilmishi uchun javobgarlikni surishda qilish haqida qilinishga tegishli xizmatlar haqida taklif va fikrlar. Qarindosh Turk va islom dunyosida Sharq Turkiston davosining vaziyat analizi va bu davlatlarda da'voyimizni kuchlantirishning konkret chora tadbirlari. Qurilg'usi mustaqil Sharq Turkiston davlatining nazariyaviy asosini hozirlash va asos qonun ko'pisi qurib chiqishning zo'rligi haqida konkret talab va loyihalar. Milliy harakatimizga kerakli iqtisodiy masalalarni hal qilish choralari. Vatan ichi va sirtdagi Uyg'ur ayollar va bolalarining vaziyat analizi va ayollar harakatini qanday kuchlantirish haqida taklif va loyihalar. Sharq Turkiston yoshlar harakati haqida analiz va yoshlar harakatini kuchlantirish haqida taklif va loyihalar. Chet ellarda musofir bo'lib yashayotgan Uyg'urlarning milliy kimligini saqlab qolishning chora tadbirlari. Uyg'ur siyosiy muhojirlar duch kelayotgan har xil kriz va qiyinchiliklarni o'rtaq holda hal qilishning chora tadbirlari. Muhojirlarni bexatar davlatlarga o'rnatishtirish haqida taklif fikrlar. Sharq Turkiston milliy harakati uchun o'rtaq kuch ombir qurish va uning tashkil qurilmasi haqida chora tadbirlar. Ichki tashqi tashviqot xizmatlari va usul haqida analiz, shundaqla tashviqot xizmatlarini kuchlantirish, hamkorlash haqida konkret chora tadbirlar. Hurmat va ehtirom bilan Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komiteti. Hurmatli qarindoshlar, yuqorqi murojaatnomadan boshqa yana Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetining
Sharqiy Turkiston Milliy Kengash yig'ini jarayoniga diqqat qilishga tegishli prinsiplar haqida chiqargan quturishning to'liq tekstini diqqatingizga taqdim qilmoqchimiz. Aziz vakillar, mazkur quturishning to'liq mazmuni tuvandikicha. Barliq vakillarimiz yig'inning kun tartibiga to'liq amal qilishi va 3 kunlik yig'inimizning bütün programmalarga vaqtida to'liq qatnashishi lozim. Agar favqulodda sabablar bilan yig'inning ba'zi bo'limlariga kechikib qolish yoki qatnasha olmaslik ahvollari ko'rilsa, bu chog'da Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetining mas'ullariga oldin xabar berib qo'yish kerak. Ikkinchi, barliq vakillar yig'inning intizomiga qattiq amal qilishi, fikr berganda va munozaraga tushganda talaffuz ilmiy va madaniy bo'lishi, o'xshash bo'lmagan ko'z qarash, fikrlarga ilmiy muomala qilishi, vaqirash-chaqirash va boshqalarga tiloqat qilishdan qat'iy saqlanishi lozim. Yig'in riyosatchilarining ruxsati bilan so'z qilish va so'z qiluvchilar belgilangan vaqt cheklamasiga amal qilish lozim. Uchinchi, yig'inning rasmiy programmalarini film va surat qilish xizmatlari vazifalantirilgan maxsus xodimlar tomonidan elib berildi. Bu xodimlarga ayrim muxbirlik kiniskisi taqdim berildi. Vazifali kishilardan boshqalarning yig'in rasmiy davom qilayotgan mezgilda xohlagancha film va rasm kelishi qattiq cheklandi. Yig'in boshlanishdan burun va yig'in oxirlashganda yoki yig'in oralig'idagi dam olish vaqtlarida film va rasm qilishga cheklanib qo'yilmaydi. To'rtinchi, Sharq Turkiston Milliy Kengash tayyorlik komiteti tomonidan salohiyati bekitilib, taklifnoma berilgan rasmiy mehmonlarning 11-oyning 7-kundan 10-kunigacha bo'lgan yotoq va tomoq o'rinlashtirishi Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan bir tutash ilib berildi. Vakillarimiz 11-oyning 10-kuni 3 soat 12 dan burun mehmonxonani o'tkazib berish shart. Bu mezgildan burungi va keyingi yotoq va tomoq chiqimlarini mehmonlar o'zi shaxsiy ustiga oladi. 5. Vakillarimizning yig'in jarayonidagi tomoqlari yig'in sohibxona Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan bir tutash o'rinlashtirildi. Yig'inning kun tartibida bekitilgan tomoq vaqtiga amal qilish shart. Bu jarayonda sirtda ayrim tomoq yeguvchilar tomoq chiqimini o'zi ustiga oladi. 6. Har bir vakil davlatlarining iqtisodiy vaziyatiga asosan ma'lum miqdorda tuvandagi o'lcham bo'yicha yig'inga qatnashish rasmiy haqqini yig'indan burun to'lash kerak. Yevropa, Shimoliy Amerika, Yaponiya, Avstraliya qatorli davlatlardan kelgan vakillar 50 euro. Turkiya, Rossiya qatorli davlatlardan kelgan vakillar 30 euro. O'rta Osiyo davlatlaridan kelganlar 20 euro. 7. Rasmiy vakillarimizning oilasidagilarning yig'inga kuzatuvchi mehmon sifatida qatnashishni qarshi olamiz. Ammo rasmiy vakillik salohiyati bo'lmaganlarning yotoq va tomoq chiqimlarini o'zlari ustiga oladi. Albatta tayyorlik komiteti bu mehmonlarning yotoq va tomoq masalalarini uyg'un shaklda hal qilishga qulaylik yaratib beradi. Hurmat va ehtirom bilan Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komiteti. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bu qadimgi programmamizni mishada oxirlashtirmoqchimiz. Kelar qatimda programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'ling, xayr xo'sh.